Yoshlar haftaligi doirasida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida tashkil etilgan tadbirlar yoshlarning nafaqat jismoniy, balki intellektual va ma'naviy salohiyatini namoyon etish uchun muhim maydonga aylandi. Haftalikning ilk kunlaridan boshlab korxona yoshlari turli yo'nalishlarda o'z kuch va imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdilar. Jumladan 23-iyun kuni o'tkazilgan sport estafeta musobaqasi ana shunday tadbirlardan biri bo'ldi. 10 ga yaqin sex jamoalari ishtirok etgan bellashuvlarda yoshlar 100 metrga yugurish, arqon tortish, qo'lda tirish, turnikda tortilish va nishonga aniq mo'ljal olish kabi shartlarda o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Musobaqa davomida jismoniy hamjihatlik, matonat va g'alabaga bo'lgan intilish ruhi yaqqol sezildi. Yakuniy natijalarga ko'ra 19-sex jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ayni damda zavodimizda yoshlar oyligi munosabati bilan estafeta musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Hamma jamoalarga omad tilaymiz. Hamma bu musobaqa tugagandan keyin hamma do'stona tarqalib zavodimizni yana rivojlantirish uchun yaxshi ishlarimizga qaytib, kayfiyatlar ko'tarinki ruhda olib boramiz. 24-iyun kuni esa bilim va tafakkur maydonida qizg'in bahslar kechdi. Zakovat intellektual o'yinida 10 dan ortiq sex jamoalari ishtirok etib, mantiqiy fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va jamoaviy hamkorlik borasidagi salohiyatlarini namoyon etdilar. Farg'ona viloyati Zakovat intellektual klubi mutaxassislari ishtirokida tashkil etilgan musobaqa yuqori saviyada o'tdi. 2 turdan iborat o'yinda jami 24 ta savol berildi. Ularning 20 tasiga to'g'ri javob bergan 12-sex jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Yoshlar haftaligi doirasida zavodimizda Zakovat intellektual o'yini o'tkazilmoqda. Bu ancha maroqli o'tyapti. O'ylaymanki, biz ham sovrindorlar qatorida bo'lamiz. Barcha ishtirokchilarga omad. Bugungi kunda Zakovat intellektual klubi hamda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi o'rtasida zakovat bo'yicha hamkorlik bardavom bo'lib davom etmoqda. Bir necha yillardan beri bu tashkilot bilan biz zakovat o'tkazib kelamiz. Mana bugun ham yoshlar oyligi doirasida zakovat intellektual o'yini tashkil etilgan. Ularga berilgan 1 daqiqada tezkor javob berish va aniq javob berish. Bugungi o'yin juda bahsli va qiziqarli bo'lib o'tmoqda. Yoshlar haftaligining navbatdagi kuni esa ma'naviy, ma'rifiy ruhda davom etdi. 25-iyun kuni korxonaga Toshloq tumanidagi Abu Hanifa masjidi imom xatibi Shukurulloh domla Egamberdiyev tashrif buyurdilar. Mehmonni zavod ma'muriyati va kasaba uyushmasi vakillari samimiy kutib oldilar. Uchrashuv davomida Shukurulloh domla yoshlar va korxona xodimlari bilan ochiq muloqot o'tkazib, hayotiy tajribalar, odob axloq, halollik va mas'uliyat mavzularida qimmatli tavsiyalar berdilar. Ayniqsa yoshlarni turli salbiy illatlardan yiroq bo'lishga, o'z ustida ishlashga va jamiyat uchun manfaatli inson bo'lib kamol topishga chaqirdilar. Suhbat yakunida xodimlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar. Shu tariqa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida o'tayotgan yoshlar haftaligi sport, intellekt va ma'naviyatni uyg'unlashtirilgan holda davom etmoqda. Bunday tadbirlar yoshlarning jamoaviy ruhini mustahkamlash, bilim va salohiyatini rivojlantirish, eng muhimi esa ularni ezgu maqsadlar sari ruhlantirishga xizmat qilmoqda.